Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun juda muhim mavzuni tushuntirib beraman. Pensionerlar pasport almashtirishi kerakmi? Kimlar ID kartaga o'tadi, kimlar shoshilishi kerak, kimlar esa bekorga xavotir olmasligi mumkin. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, ularning farzandlari, nabiralari, bankdan pensiya oladiganlar, notariusga boradiganlar, tibbiy xizmatlardan foydalanadiganlar. Hatto oddiy SIM karta yoki bank kartasini rasmiylashtiradigan har bir inson uchun muhim. Agar pasport muddati o'tib ketgan bo'lsa yoki hujjat eski holatda qolgan bo'lsa, odam oddiy ishda ham qiynaladi. Pensiya kartasini yangilay olmaydi, bankda operatsiya qila olmaydi, uy-joy hujjatini rasmiylashtira olmaydi, ishonchnoma bera olmaydi, ayrim davlat xizmatlaridan foydalana olmaydi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda amaliy misollar bilan kim nima qilish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Oldin ko'pchiligimizda oddiy pasport, keyin biometrik pasport bo'lgan. Odamlar pasportni asosan 16 yoshda olar edi. Keyin muddatiga qarab almashtirardi. Ko'p yillar davomida fuqarolik pasporti asosiy shaxsni tasdiqlovchi hujjat bo'lib keldi. Pensionerlar ham shu pasport bilan pensiya olgan, bankka borgan, poliklinikada ro'yxatdan o'tgan, notariusga kirgan, uy-joy oldi-sotdi qilgan, meros hujjatlarini rasmiylashtirgan. Hozir esa tizim bosqichma-bosqich ID karta shakliga o'tmoqda. ID karta degani bu plastik karta ko'rinishidagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat. U oddiy bank kartasiga o'xshash bo'lishi mumkin, lekin uning vazifasi boshqa. U fuqaroning shaxsini tasdiqlaydi. Unda fuqaroning asosiy ma'lumotlari bo'ladi, elektron tizimlar orqali tekshiriladi, davlat xizmatlarida foydalaniladi. Eng muhimi, ID karta ishchi foydalanish uchun, ya'ni O'zbekiston hududida shaxsni tasdiqlash uchun kerak bo'ladi. Bu yerda eng ko'p chalkashlik nimada? Odamlar pasport bekor bo'ldi. Hamma zudlik bilan ID karta olish shart ekan deb o'ylaydi. Yoki aksincha, men pensionerman, menga tegmaydi. Eski pasport bilan yuraveraman deydi. Ikkala fikr ham har doim to'g'ri emas. Masalan, hujjatingizning turi, muddat holati sizning yoshingiz, ro'yxatda turgan manzilingiz, ma'lumotlaringiz o'zgargan-o'zgarmagani va qaysi xizmatdan foydalanmoqchi ekaningizga bog'liq. Agar sizda amaldagi biometrik pasport bo'lsa va uning muddati o'tmagan bo'lsa, odatda uni darhol almashtirishga majbur bo'lmaysiz. Lekin pasport muddati tugagan bo'lsa, yo'qolgan bo'lsa, yaroqsiz holga kelgan bo'lsa, familiya yoki ism o'zgargan bo'lsa, tug'ilgan sana yoki boshqa ma'lumotlarda xato aniqlansa, yashash joyi bo'yicha rasmiy jarayonlarda muammo chiqsa, bunday holatda ID karta rasmiylashtirish zarur bo'lishi mumkin. Aynan shuni pensionerlar yaxshi tushunib olishi kerak. Men birinchi navbatda pensionerlarga murojaat qilaman. Agar sizning pasportingiz muddati yaqin oylarda tugayotgan bo'lsa, masalan, pasportingiz 2026 yil mart oyigacha amal qilsa, siz 2026 yil martni kutib o'tirmang. Chunki oxirgi haftalarda navbat ko'payishi, hujjat tayyor bo'lishi kechikishi, bank yoki boshqa tashkilotda sizdan yangi hujjat so'ralishi mumkin. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l, muddat tugashidan kamida 2 oy oldin migratsiya fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Misol uchun 18 yoshli otaxon pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Uning pasport muddati 2025 yil noyabrda tugaydi. U esa hali vaqt bor deb yuradi. Noyabrda bank kartasining muddati ham tugab qoladi. Bank yangi karta berish uchun amaldagi shaxsni tasdiqlovchi hujjat so'raydi. Pasport muddati o'tgan bo'lsa, bank xodimi operatsiyani to'xtatishi mumkin. Natijada otaxon pensiyasini vaqtida yechib ola olmaydi. Yana hujjat almashtirishga yuguradi, navbat kutadi. Mana bunday vaziyatga tushmaslik uchun oldindan harakat qilish kerak. Ikkinchi toifa pasporti eski, yaroqsiz, yirtilgan, rasmdagi ko'rinishi juda o'zgargan odamlar. Pensionerlarning ayrimlarida pasport ko'p ishlatilgani uchun sahifalari yirtiq, muhrlari o'chgan, laminatsiya qismi qochgan, rasm xiraqlashgan bo'ladi. Bunday hujjat bilan notariusda, bankda, kadastrda, sudda yoki boshqa idorada muammo chiqishi mumkin. Chunki tashkilot xodimi shaxsni aniq tasdiqlab bo'lmayapti deb hujjatni qabul qilmasligi mumkin. Agar hujjatning jismoniy holati yomon bo'lsa, muddati bor-ku deb xotirjam yurish noto'g'ri. Hujjat amal qilish uchun nafaqat muddati, balki yaroqli holatda bo'lishi ham muhim. Uchinchi toifa, familiyasi, ismi, otasining ismi o'zgarganlar. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqanida yoki ajrashganida familiyasini o'zgartirgan, lekin pasportini almashtirmagan bo'lishi mumkin. Yoki sud qarori bilan
ism familiya tuzatilgan bo'lishi mumkin. Pensionerlik hujjatlarida bir xil. Pasportda boshqa xil yozuv bo'lsa, keyinchalik pensiya jamg'armasi, bank, meros ishlari yoki notariusda katta chalkashlik chiqadi. Bitta harfning farqi ham muammo bo'lishi mumkin. Masalan, pasportda Shukurova. Nikoh guvohnomasida Shukurova yozilgan bo'lsa, tizim buni boshqa shaxs deb ko'rishi mumkin. Shuning uchun ma'lumotlarni to'g'rilash va yangi hujjat olish zarur. 4-toifa xorijga chiqmoqchi bo'lgan pensionerlar. Bu yerda juda muhim farq bor. ID karta O'zbekiston ichi shaxsni tasdiqlash uchun ishlatiladi. Chet elga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Ba'zi odamlar ID karta olsam, Rossiyaga, Turkiyaga yoki boshqa davlatga chiqaveraman deb o'ylaydi. Yo'q, bunday emas. Agar siz chet elga davolanishga, farzandingiznikiga ziyoratga yoki sayohatga boradigan bo'lsangiz, sizga xorijga chiqish pasporti ham kerak bo'ladi. ID karta bilan ichki ishlaringiz yuradi. Lekin chegaradan o'tish masalasi alohida hujjat bilan hal qilinadi. 5-toifa umuman pasport muddati o'tib ketganlar. Masalan, 22 yoshli onaxonning pasport muddati 2023 yilda tugagan. Lekin u uyda bo'lgani uchun hech qayerga bormagan. Menga pasport kerak emas deb o'ylagan. Ammo bir kun uy joyini farzandiga hadya qilish, meros masalasini hal qilish, bankdagi omonatini olish. Pensiya kartasini yangilash kerak bo'lib qoladi. Shunda ma'lum bo'ladiki, hujjat muddati o'tgan. Muddati o'tgan hujjat bilan rasmiy bitimlarni amalga oshirish juda qiyin. Shu sababli pensioner uydan kam chiqsa ham hujjati amalda bo'lishi shart. Endi kimlar shoshilmasa ham bo'ladi. Agar sizda biometrik pasport bor, muddati hali uzoq, masalan 2022 yoki 2029 yilgacha amal qiladi. Hujjat yirtilmagan, undagi ma'lumotlar to'g'ri. Ism, familiya o'zgarmagan. Siz bank va davlat xizmatlarida muammosiz foydalanayotgan bo'lsangiz, vahima qilish shart emas. Lekin baribir hujjat muddatini yozib qo'ying. Men har bir oilaga tavsiya qilaman. Ota-onangizning pasport muddatini telefoningizdagi eslatmaga yozib qo'ying. Masalan, dadam pasport muddati 2027 yil 15 iyun deb belgilab qo'ysangiz, muddat yaqinlashganda oldindan tayyorgarlik ko'rasiz. ID karta olishda yosh masalasi ham bor. Odatda 16 yoshdan katta fuqarolar ID karta olishadi va u ma'lum muddatga beriladi. Yosh bolalar uchun muddatlar boshqacha bo'lishi mumkin. Chunki bola tez o'sadi, tashqi ko'rinishi tez o'zgaradi. Lekin pensionerlar uchun asosiy qoida shuki, hujjatning amal qilish muddati, ma'lumotlarning to'g'riligi va foydalanish ehtiyoji birinchi o'rinda turadi. Men 65 yoshdaman. Menga ID karta kerak emas degan tushuncha xato. Agar sizning amaldagi hujjatingiz muddati tugasa yoki almashtirish sababi bo'lsa, siz ham yangi tizim bo'yicha ID karta olasiz. Asosiy qism 2 istisnolar, yashirin nozik jihatlar va odamlar ko'p adashadigan joylar birinchi nozik jihat. ID karta bilan xorijga chiqib bo'lmaydi. Men buni yana bir marta aytaman, chunki eng ko'p savol shu. Ayrim davlatlar bilan alohida tartiblar bo'lishi mumkin, lekin umumiy qoida shuki, chet elga chiqish uchun xorijga chiqish pasporti kerak. Agar pensioner Rossiyadagi o'g'liniga bormoqchi bo'lsa, faqat ID karta yetarli deb o'ylamasin. Avval xorijga chiqish pasportining bor yo'qligini, muddati tugamaganini tekshirsin. Ikkinchi nozik jihat, pasport yoki ID karta yo'qolsa, masala cho'zilishi mumkin. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, avvalo tegishli tartibda murojaat qilish kerak. Ba'zan odam hujjatini yo'qotadi, keyin topilib qolar deb 2-3 oy kutadi. Bu vaqt ichida unga biror rasmiy xizmat kerak bo'lib qolsa, muammo chiqadi. Yo'qolgan hujjat topilsa ham, u bilan qanday muomala qilish kerakligi bo'yicha mas'ul idoradan aniqlashtirish zarur. Eng to'g'ri yo'l. Hujjat yo'qolganini bilgan zahoti migratsiya bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilish. 3-nozik jihat ro'yxatda turish manzili. ID karta rasmiylashtirishda shaxsiy ma'lumotlar elektron bazalar bilan solishtiriladi. Agar siz boshqa tumanda yashayotgan bo'lsangiz, lekin ro'yxatda eski manzilda turgan bo'lsangiz, ayrim jarayonlarda savollar tug'ilishi mumkin. Masalan, pensioner Toshkent viloyatida ro'yxatda, lekin 10 yildan beri Samarqanddagi qizining uyida yashaydi. Hujjat almashtirishda yoki tibbiy xizmat, pensiya bo'yicha ayrim ma'lumotlarni tekshirishda ro'yxat masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun manzil ma'lumotlarini ham oldindan tekshirib qo'yish kerak. 4-nozik jihat. Hujjatdagi xatolar, juda ko'p odamlar pasportdagi tug'ilgan sana, tug'ilgan joy, familiya yozilishi, otasining ismi yozilishiga e'tibor bermaydi. Keyin meros masalasida muammo chiqadi. Masalan, otaning hujjatida Abdullayev, o'g'lining tug'ilganlik guvohnomasida Abdullayev emas,
Abdullayevga o'xshash xato yozilgan bo'lsa, notarius qarindoshlikni tasdiqlovchi qo'shimcha hujjat so'rashi mumkin. Pensionerlar hujjat almashtirayotganda barcha ma'lumotlarni diqqat bilan tekshirish kerak. Yangi hujjat tayyor bo'lganda ham uni olib ketishdan oldin ism, familiya, tug'ilgan sana, jins, fuqarolik, JSHR raqami kabi ma'lumotlarga qarash kerak. 5-nozik jihat to'lovlar. ID karta rasmiylashtirish uchun davlat boji yoki xizmat haqi bo'lishi mumkin. Bu summa bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liq bo'lgani uchun vaqt o'tishi bilan o'zgaradi. Shuning uchun men aniq bitta raqamni yo'llab oling demayman. Eng to'g'risi, murojaat qilayotgan kuni davlat xizmatlari markazi yoki migratsiya bo'limidan amaldagi to'lov miqdorini so'rang. Agar kimdir falon pul bersangiz tez qilib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Rasmiy to'lovni rasmiy kassaga yoki rasmiy to'lov tizimi orqali qiling. Ayniqsa pensionerlar ishonuvchan bo'ladi. Shuning uchun farzandlari yonida bo'lgani yaxshi. 6-nozik jihat navbat va muddatlar. Hujjat odatda bir necha ish kuni ichida tayyorlanishi mumkin. Lekin hudud, yuklama, bayram kunlari, texnik holat, ma'lumotlarni tekshirish jarayoni sabab vaqt farq qilishi mumkin. Shuning uchun hujjatni oxirgi kunga qoldirmang. Masalan, siz 1 iyul kuni notariusga borib uy hujjatini rasmiylashtirmoqchisiz. Pasport muddati esa o'tgan iyunda tugaydi. Bu juda xavfli reja. Chunki 1 iyulda sizda amaldagi hujjat bo'lmay qolishi mumkin. Har qanday katta ish, meros oldi sotdi, bank krediti, omonat pensiya kartasi, davolanish uchun shartnoma oldidan hujjat muddatini tekshiring. 7-nozik jihat. Yoshi katta yoki sog'lig'i og'ir pensionerlar. Agar inson yurishga qiynalsa, nogironligi bo'lsa, kasalxonada yotsa yoki uydan chiqa olmasa, bu holatda yaqinlari mas'ul idoralardan qanday tartib borligini so'rash kerak. Ayrim holatlarda vakillik, ariza, tibbiy ma'lumotnoma yoki maxsus xizmatlar masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Buni har bir hududdagi mas'ul bo'limdan aniqlashtirish kerak. Eng katta xato, onam yura olmaydi. Demak, hujjatsiz yuraveradi deyish. Yo'q, hujjat baribir kerak. Faqat uni rasmiylashtirish yo'li individual holatga qarab aniqlanadi. 8-nozik jihat firibgarlardan ehtiyot bo'lish. Hujjat almashtirish mavzusi chiqqanda ayrimlar men tanish orqali navbatsiz qilib beraman. Pensionerlarga bepul ekan, lekin xizmat haqi bor. Pasportingizni menga bering, o'zim olib kelaman deb aldashi mumkin. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatni begona odamga bermang. Hujjat nusxasini ham ehtiyot qiling. Chunki pasport yoki ID karta ma'lumotlari bilan ayrim firibgarlar turli shubhali ishlar qilishga urinishi mumkin. Agar yordam kerak bo'lsa, farzand, yaqin qarindosh yoki ishonchli shaxs bilan boring. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pasportingizni qo'lingizga oling va amal qilish muddatini tekshiring. Faqat tug'ilgan sanaga qaramang. Aynan hujjat qachongacha amal qilishini ko'ring. Agar muddat 6 oy ichida tugasa, men tayyorgarlikni boshlashni maslahat beraman. Agar muddat allaqachon tugagan bo'lsa, kechiktirmang. Imkon qadar tezroq murojaat qiling. Ikkinchi qadam, hujjatning holatini tekshiring. Rasm aniqmi? Sahifalar yirtilmaganmi? Yozuvlar o'chmaganmi? Suv tekkan emasmi? Muhrlar buzilmaganmi? Agar hujjat yaroqsiz ko'rinishda bo'lsa, bu ham almashtirishga sabab bo'lishi mumkin. Pensionerlar ko'pincha hujjatni yillar davomida hamyonida, sumkasida, eski papkada saqlaydi. Natijada u eskiradi. Hujjatni alohida toza g'ilofda saqlang. 3-qadam, ma'lumotlarni solishtiring. Pasportdagi ism familiyangizni pensiya hujjatlari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomasi, kadastr hujjatlari, bank ma'lumotlari bilan solishtiring. Ayniqsa meros va uy-joy ishlari oldidan bu juda muhim. Bitta harf xatosi keyin bir necha hafta yoki oy vaqt yo'qotishga olib kelishi mumkin. 4-qadam, qayerga murojaat qilishni aniqlang. Odatda ID karta rasmiylashtirish uchun migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlariga yoki davlat xizmatlari markazlariga murojaat qilinadi. Hududingizdagi tartibni oldindan telefon orqali yoki rasmiy manbalar orqali aniqlang. Agar elektron navbat olish imkoniyati bo'lsa, navbat oling. Bu ayniqsa yoshi katta odamlar uchun qulay, chunki uzoq kutib o'tirish sog'liqqa ham ta'sir qiladi. 5-qadam, kerakli hujjatlarni tayyorlang. Odatda amaldagi pasport, ariza, to'lov kvitansiyasi, ayrim holatlarda tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, ism, familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, yo'qolgan bo'lsa tegishli ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida bo'lgani uchun borishdan oldin menga aynan qaysi hujjatlar kerak deb so'rab oling. Shunda 2 marta qatnamaysiz. 6-qadam,
arizadagi ma'lumotlarni shoshmasdan tekshiring. Xodim kompyuterga ma'lumot kiritganda siz ham qarab turing. Mayli ular biladi deb beparvo bo'lmang. Sizning ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, tug'ilgan joyingiz, manzilingiz to'g'ri kiritilganiga ishonch hosil qiling. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, yoningizda farzandingiz yoki nabirangiz bo'lsin. 7-qadam rasmiy to'lovni qiling va kvitansiyani saqlang. To'lov summasi vaqtga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun rasmiy miqdorni joyida aniqlang. Kvitansiyani hujjat tayyor bo'lguncha tashlab yubormang. Agar sizdan tushunarsiz qo'shimcha pul so'ralsa, nima uchunligini rasmiy izoh bilan so'rang. 8-qadam. Yangi ID kartani olgach, darhol tekshiring. Ism, familiya, tug'ilgan sana, JSHIR amal qilish muddati, boshqa ma'lumotlar to'g'riligini ko'ring. Agar xato bo'lsa darhol ayting. Uyga borib keyin ko'raman demang. Chunki keyin tuzatish qo'shimcha vaqt olishi mumkin. 9-qadam. Yangi hujjat ma'lumotlarini kerakli joylarda yangilang. Bank kartangiz, pensiya hisobingiz, mobil aloqa operatori, tibbiy muassasa, kadastr yoki boshqa xizmatlarda eski pasport ma'lumotlari turgan bo'lishi mumkin. Har doim hammasi avtomatik yangilanmaydi. Masalan, bank sizdan yangi ID karta nusxasini yoki ma'lumotlarini so'rashi mumkin. Pensiya olayotgan kartangiz bo'lsa, bankka borib hujjatim yangilandi, ma'lumotlarni yangilab qo'ying deb ayting. 10-qadam. Oilaviy nazorat qiling. Men farzandlarga alohida murojaat qilaman. Ota-onangiz, bobo-buyingiz hujjatlari muddatini tekshirib qo'ying. Ular ko'pincha bu narsaga e'tibor bermaydi yoki navbat kutishga qiynaladi. Siz bir kun vaqt ajratib, ularni davlat xizmatlari markaziga olib borsangiz, keyingi katta muammolarning oldini olasiz. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar bor. Ularga qo'ni-qo'shni yoki qarindoshlar yordam berishi kerak. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. 7 yoshli ayolning pasport muddati tugagan, lekin u pensiyani naqd olgani uchun muammo sezmagan. Keyin nabirasiga uyini hadya qilmoqchi bo'ladi. Notarius hujjat muddati o'tganini ko'rib, bitimni rasmiylashtirmaydi. Ayol avval ID karta olishi kerak bo'ladi, keyin yana notariusga boradi. Natijada ish kamida bir necha kunga, ba'zan ko'proq vaqtga cho'ziladi. Ikkinchi misol, 66 yoshli erkak chet elga davolanishga borishi kerak. U ID karta olganidan keyin hammasi tayyor deb o'ylaydi. Aeroport yoki chipta masalasiga kelganda xorijga chiqish pasporti kerakligi ma'lum bo'ladi. Davolanish sanasi yaqin, vaqt kam. Shuning uchun kim chet elga chiqmoqchi bo'lsa, ID karta alohida, xorijga chiqish pasporti alohida ekanini oldindan bilib olsin. 3-misol, 75 yoshli otaxonning pasportidagi tug'ilgan sanasi bir hujjatda unmay, boshqasida imirmay bo'lib qolgan. Ko'p yillar hech kim e'tibor bermagan. Meros masalasida bu xato chiqib, qo'shimcha tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Agar hujjat almashtirish vaqtida ma'lumotlar tekshirilganda, muammo ancha oldin hal bo'lardi. 4-misol. Pensioner bank kartasini yangilashga boradi. Bank xodimi hujjatdagi rasm juda eski, shaxsni aniqlash qiyinligini aytadi. Odam ranjiydi, men 30 yildan beri shu mahallada yashayman deydi. Lekin bank xodimi qoida bo'yicha ishlaydi. Rasmiy tizimda shaxs aniq tasdiqlanishi kerak. Demak, hujjat yaroqli va zamonaviy bo'lishi ham o'zingizning foydangiz. Azizlar, asosiy xulosa shu: pensioner bo'lish ID kartadan ozod qiladi degani emas. Agar pasport muddati tugasa, hujjat yaroqsiz bo'lsa, ma'lumotlar o'zgarsa yoki yangi rasmiy jarayon kerak bo'lsa, ID karta olish zarur bo'ladi. Agar biometrik pasportingiz amalda bo'lsa, muddati tugamagan bo'lsa va unda muammo bo'lmasa, vahima qilish shart emas. Lekin muddatni albatta nazorat qiling. Hozir uyda o'tirgan bo'lsangiz ham pasportingizni olib tekshiring. Ota-onangizning hujjatini ham ko'ring. Bank, pensiya, notarius, davolanish, meros, uy-joy ishlari hujjatsiz yurmaydi. Hujjatni oldindan to'g'rilab qo'ygan odam vaqtini, asabini va pulni tejaydi. Sizda pasport yoki ID karta bo'yicha qanday savol bor? Pensionerlar uchun eng ko'p uchrayotgan muammo qaysi? Bankmi, pensiyami, notariusmi, xorijga chiqishmi? Fikringizni kommentariyada yozing. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan ma'lumot butun oilani katta ovoragarchilikdan saqlab qolishi mumkin.